Men sizlarga 3 dona endi tug'aman deb turgan 3 ta qiz topib qo'ydim. Bitta ko'rsating. Mollarimiz bugun molda avzoga kelganmiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Bu birinchisi, bu ikkinchisi, bu uchinchisi jigarlar. Bu voy bo'lacha narsalar nima deyapti bu? Men qaranglar buni. Birinchi tug'ish ekan. Buni 1 oylik bo'g'oz. Bo'g'oz so'raganlarga, biz obunachilarning ichida molga qiziqadiganlari bo'lsa, shular uchun. Bu ikkinchisi 4 oylik bo'g'oz. Bu ham birinchi tug'ishi. Bu uchinchisi jicha pastroqda bo'lib qoldi, shuning uchun past ko'rinyapti. O'zi o'ta tuyapachaning mollar bor-ku. Mollarni vashi tanjoni sog' mana. Yelinlari bemalol, voy, tayto. Birinchi tug'ish qiz bola ham, hali birinchisi, aba qiz qilyapsiz, gapiradi. Nima qilmen deydi, sekin-sekin deydi-yu. O'shandan ekan. Akalar, men sizlarga 3 dona olib-da xonasini topib qo'ydim. Bular birinchi tug'ishga. Bunimiz 1 oylik, aytganimdek 1 oylik bo'g'oz. Bunimiz 4 oylik bo'g'oz. Unimiz 7 oylik bo'g'oz. Qiziqqanlarga mana hozir O'tkir akam chaqiramiz. Jigarlar, xudo xolasa naqlarini sindiramiz. O'tkir aka, assalomu alaykum. Assalom, aka, sizni mol bozorlarida ko'raman, aka. Gapni ochig'ida, aka. Mollar haqiqatda olibtasini olasiz-da. Bu o'zida boqilayotgan mollarmi yo bozor? Biz o'zimizda boqilayotgan mollar uka. Men uni bitta joydan oldim. Ular bir 2 oycha bo'ldi olganimga. Ular enasi katta mol edi-da. Keyin kelib talab bo'ladi, o'zi qurbonlikqa boqamiz dedi, keyin urug'ga qo'yib qo'ydik. Urug'ga qo'yildi. 27-dekabrda qo'yilgan. 1 oy bo'ldi, undan keyin talab bo'lmadi. Mana unisini kecha doktorga qo'l soldirdik. 5 oylik bo'g'oz edi, bor 4 oylikka beraylik. 4 oylikka beraveramiz. 4 oylikka beraylik. Bunisi 7 oylik bo'g'oz. Bunisi 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. Yeb ichishlaridan, kasal-kusallardan muammo yo'q. Aka, xudo xolasa bizni obunachilarda ichida aka. Hammasi nomerading deb o'ylayman, xudo xolasa. Bitta deb o'ylayman, chunki hali bizni olib chiqadigan ham xalq deydi-yu. Ha, ana ko'ryapsizlarmi? O'ziga sekin moslatyapti sekin. Yelinlarni qara, janovorlar. Kasallari ham yaxshi, tug'magan xonasi. Unisini ko'rsating-da, mana unisini qarang, olib keling-da uni. Kasallari ham, ha. Kasallari ham zo'r. Bunisi ham boshqa narsa. Ha, bunisi men o'zi buni birinchi kun oldilari, orqalari vashti zo'r ekan. Aka, endi bizni nomimizdan biz endi qara uka. Endi qara. Mana unisi 2 kurak bo'ldi. Bunisi 2 kurak. O nari chekka desa 2 kurak bo'ldi. Mana o'rta desa bo'zay qari. O'rta deb bo'zay. Hali bo'zay. Mana keling uka, mana olib keling nimani. Olib kelib bitta ko'rsatib bering. Qarang mana. Mana 2 dona tishi buniki. Ko'rdingizmi? Endi buni qara buni. Mana unga olib keling. Mana buniki ham 2 dona. 2 dona. Ha, 2 dona. Unda ham 2 dona. Endi buni qaraman. Bu hali bo'zaycha hali. Bunisi. Kel jonivor, kel. Jonivor. Bularda oma bo'laycha mehr berib boqibsiz oma bularda. Bular bo'zaycha aka. Bo'zaycha. Bu odam kelib ko'rib olaveradi. Xolasa doktori bilan kelib ko'rsin, xolasa nima qilib ko'rsin, qizig'i yo'q. Aka, buni biz obunachilarga necha puldan berasiz? Bor 25 milliondan deyotgandim, 24 milliondan beraman. 24 milliondan emas, qo'lda bering. Bizni obunachilarga eshitib turinglar. 21 million so'mdan. Yo'q, aka, uni biz ham ziyon. Quyug'i suyuq uchovri ham bitta joyga oladi aka. Vodiy bo'yicha kelgan aka dastavkasini qilib berasiz. Bo'ldi, dastavkasini qilib beraman aka. U anaqa muammosi yo'q, uka, unga bizga to'g'ri kelmaydi. Aka, oshib qo'ya olmayman, men biz obunachilar kam gapirmaydi. Bitta gapiradi. 22 dan Menga qara uka, sani hurmatingdan, misol birinchi marta endi menga anaqa qilyapsan-ku, anaqasi yo'q. To'g'ri, birinchi marta. U bo'lsa yo'q, 23 milliondan ketdi. Yo'q, aka, yo'q. Jonim ekan. 22 million so'mdan hammasini bitta joyga qo'yamiz. Xudo xolasa bizni ko'rayotgan obunachilar realni shuna kelasizlar mollar. Vasi uda. Uka, xudo xolasa 10 tadan qiynalmay bolasini olamiz. 10 tadan qiynalmay. Bu o'shaning uchun-da men qarang talashayotgan. Hali mollar bo'zaycha, hali jonlarini qara buni. Aka, yopishtirib gapiring, yopishtirib. Bor 22,5 milliondan ketdi. Ya, 2. Yo'q, sen bu dema. Men vodiy bilan dastavka qilib beraman deyapman. Dastavkasi ichida 22 million 500 mingdan. Bor aka. To'xtatib endi, buni qara, buni bir yurishini ko'rib ular. Bular bitta yurishini ham bitta qo'yib bering buni. Biz YouTube kanalimizga qo'yamiz, xudo xolasa bir tuya pechenni qilamiz-da bularni. Yurishini qara, otga o'xshaydi jonivor. Ot jonivor. Jonivor. Ko'ryapsanmi? Olib kiraver. Borsa borgin degan deydi, qara. Oma haqiqatda bo'ylari necha bo'ylari?
Biri 30, biri 35 ash plus minus. 1.40 ha, pashti. 40 hisobda. 1.40 plus minusida. Deganlar vaqtga arzon. Boqib yuboradigan joyi. Akalar, kimga shunaqa sifatli va arzon mollarimiz zarur bo'lsa, bu pastga nomerlarini qoldiramiz, akamning nomerlarini, o'chiragan nomerlarini qoldiramiz. Alo desalaring, xudo xolasa, zot chiroyli narxlarda qilib beradi. Vodiy bo'yicha dastavkasini ham kelishib berdi, akalar. Xudo xolasa. Mana buni ham. Alo desalaring bo'ldi. Qani, jonivor. Buni kengligini Shi boshqa narsa ekan. Bu o'ta boshqa narsa. Kichkina ko'rinyapti o'zi. Bu katta narsa ekan bu. Bu vobshe boshqa narsa. Jigarlar nima deyapti bu? Buni boqaman o'zim degani. Odamlar 22 million, 23 milliondan tug'ma qisirini olyapti. Ama to'g'ri, gapingiz to'g'ri. Lekin Qonidagi bonus olyapti. qonida bonus. Aka, buni pulga Yemoq ichmoqligiga konkret. yemoq ichmog'iga olib borib u busiga men javob beraveraman. bo'ldi. Agar ayb bo'lsa qaytib olaveraman uka. Akalar eshitdilaring, xudo xolasa, ekranda nomerli aloqaga chiqinglar. Akamiz arzon chaka bo'ldi. Ridish.